Keyingi video aynan Real Madridning o'rtoqlik uchrashuvlari haqida bo'ladi. Xo'p do'stlar, o'rtoqlik o'yini haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Barselona kechasi Yevropa klubiga qarshi bahs olib borib 4-1 hisobida g'alaba qozondi. Unda Hector Ford bitta gol urgan bo'lsa, 3 ta golni La Masia tarbiyalanuvchilari gol urdi va 4-1 hisobda Barselona g'alaba qozondi. Endi bu yo'lga Barsaning 3 ta o'rtoqlik o'yini qolmoqda. Bular qaysilar va qachon bo'ladi? 31-iyul kuni tungi soat 23:45 da Barselona Birminghamga qarshi, ya'ni Angliyaning Birmingham klubiga qarshi bahs olib boradi va undan keyin 9-avgust kuni Nottingham Forestga qarshi bahs olib boradi tungi soat 12:00 da. Barselonaning Italiya klubi Udinese bilan yana bir uchrashuvi bor. U ham 9-avgustga qo'yilgan. Menimcha buning vaqti o'zgaradi. Hali vaqt aniq emas. Taxminan 15-14-avgustlarga to'g'ri keladi va undan keyin yuqorida aytib o'tgan uchrashuvim, ya'ni kubok uchun bo'ladi. Bu Gamper kubok doirasida 19-avgust kuni soat aniq aytilmagan Misrning Al-Ahli klubiga qarshi bo'ladi va o'shanda yutadigan bo'lsa Gamper kubogini bosh uzra ko'taradi kataloniyaliklar va u yog'iga 24-avgust kunidan boshlab Elche klubiga qarshi La Ligani boshlaydi va Barselona uchun katta mavsum start oladi do'stlar. Eslatib o'taman, Elchega qarshi bo'lgan uchrashuvlargacha o'rtoqlik o'yinlari, hatto o'sha Gamper kubogidagi o'yin ham hech qaysi telekanallarda olib bermaydi. Bu o'yinlarning translyatsiyasi sotib olinmagan. Biroq siz xavotirga tushmang. Profilim asosida joylashgan Telegram kanaliga qo'shiling. Men barcha o'yinlarni Telegram kanalimda jonli efirda olib beraman. Imkon qadar agar bu uchrashuvlar yopiq o'yin bo'lmasa, translyatsiyalar sotilgan bo'lsa, men albatta bu uchrashuvlarning translyatsiyasini topib sizga namoyish etishga harakat qilaman. Qo'shiling do'stlar, ushbu uchrashuvlarning aniq vaqtlari va qachon, qaysi sanalarda bo'lishini yana Telegram kanalimda batafsil ma'lumotlar orqali berib boraman va o'yinlarni birgalikda jonli efirda ko'ramiz do'stlar.